narsani. 25 mingta massajistkani avtorskiy texnikasi borligini men bilmaganman. Qayerdan bilib o'tiribman? Endi u hammaga tegib ketdi. Men tanimayman, kuzatmayman, aloqam yo'q. Hammani mashtiga tegib ketibdi o'sha narsa. Endi nima qilay endi? Rost gapni gapirib qo'ygan bo'lsam. Nima kechiringlar. Men bilmovdim-da. Haqiqatda yetib qo'ydim. Tasavvur qiling, sen tasavvur qil, mana face fitness bo'yicha mutaxassissan. Toshkentda 4 ta face fitness bo'yicha mutaxassis bor. Hech qayerda u dars o'tilmaydi, lekin bizda o'tiladi. O'zi olib qarasa 4 ta inoyat Rossiyadan kelib o'tganda o'rgangansan. Masalan-da, sen o'shani avtorskiy desang yoki qaysidir mana bunaqa tochkani bosib, bu meni avtorskiy texnikam. Buni patentlashtirilganmi? O'zi avtorskiy bo'lish uchun sen zakonni qilishing kerak. Tasavvur qil, borib qaysi meditsina usulini patentlashtirib avtorskiy qilingan.